Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining pya qatoridagi harflarini o'rganamiz. Pyagyo. Pya qatorida 3 ta harf bor. Pya, pyu, pyo harflari. Pya, pyu, pyo. E'tibor bering. Bu harflar pi harfi bilan kichkina ya, yu, yo harflaridan tashkil topgan. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf pya harfi. Pya harfi pi harfi bilan kichkina ya harfidan tashkil topgan. Pya. Keyingi harf pyu harfi. Pyu harfi pi harfi bilan kichkina yu harfidan tashkil topgan. Pyu. Keyingi harf pyo harfi. Pyo harfi pi harfi bilan kichkina yo harfidan tashkil topgan. Pyo. Endi shu harflar qatnashgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Hapyo. Hapyo. Hisobot, taklad. Ropyaku. Ropyaku. 600. Pyong-pyong. Pyong-pyong. Dik-dik sakrash. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.